Hasan Basriydan Hazrat, men o'zimni solih inson ekanligimni qaysi jihatim bilan belgilasam bo'ladi deganlarida ota-onangga bo'lgan munosabatingdan dedilar. Yigitni, qizni solih inson ekanligini belgisi ota-onasiga bo'lgan munosabati bilan bo'ladi. Ota-onasidan uzoqlashgan, ota-onasini ra'yiga qarshi chiqqan farzandni ulug'larning ta'rifi bo'yicha solih emasligining albatta bu isboti bo'ladi. Bugun bizga solih farzand kerak, solih yor kerak, solih kuyov kerak, soliha kelin kerak, solih do'st kerak. Azizlar, bu solihlik ota-onamizni yaxshi ko'rish, xalqimizni yaxshi ko'rish va mana shu millat va xalq bilan, o'z ulamolari bilan ham fikr, ham jihat bo'lgan yoshlarimiz, albatta bular solih farzandlar. Alloh sizga izzat bersin, sizga cheksiz muhabbatni bersin. O'z yurtingiz, otangiz va onangizni shunday seving, shunday yaxshi ko'ring. Bu muhabbat sizga Alloh taolo tarafidan ulug' izzat va sharaf egasi bo'lishingizga nasib aylasin.